Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Bugun 2-may. Abdulazizni ko'rgani palataga kelyapman. Hindistondamiz. Fortis klinikasida. Assalomu alaykum. Yana sistema olyapsizmi? Ha, do'stim. Yaxshimisiz? Sog'misiz? Shukr. O'zgarishlar bormi? Ha, yaxshi. Sizni shuncha odamlar ko'rib turibdi-da. Rosa so'radi mendan, nima gap, yaxshimi Abdulaziz, nima bo'ldi deb. Rahmat hammalariga. Bizni chust xalqimiz, Namangan xalqimiz, hammalariga rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Doktorlar endi uzi qog'ozlarini ko'rdi, uzini analizlari ko'rdi, tomografiyalari ko'rdi. Menimcha katta ehtimol bilan stent qo'yamiz deyishyapti. Stent qo'yamiz deyishyaptimi? Stent qo'yamiz. Mayli, xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Biz yoningizdamiz, xudo xolasa. O'rtog'imni Azizjonni analizlari ham chiqibdi. Xudo xolasa. O'rtoqlar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, labbay. Nimalar ko'tarib yuribsiz? Nima? O'zingiz yaqinda operatsiyadan chiqqan bo'lsangiz. Siz ish tutmang. Sizni butun xalq qo'llab turibdi-yu. Sizga chiroyli ovqatlarni qilib berishdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizni uydagilaringiz xavotir olishmasin, shu bu yerda o'zbeklar hech qachon bir-birini tashlab qo'ymaydi. Butun xalq yordam berayotganda, do'stim, biz kim bo'libmiz? Qancha tushdi kartangizga? 18 million. 18 million. 18 million atrofida tushdi. Xudo xolasa siz xavotir olmang. Keyingi operatsiyalarga ham xudo xolasa mana xalqimiz bizni ko'rib turibdi. Mana Abdulaziz do'stimiz yaxshilar. Xudo xolasa sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan yana xudo xolasa siz yolg'iz qoldirmaymiz. Butun xalq sizni ko'rib turibdi. Butun xalq sizga xudo xolasa yolg'iz qoldirmaydi. Buni ichida o'rtoqlaringiz bor, yaqinlaringiz, qarindoshlar, butun jamiki sizni ko'rib turganlar mana holatingizni hozir ko'ryapti. Oldingidan ancha yaxshisiz, o'zingiz yaxshi qilyapsizmi? Rahmat, alhamdulillah. Xudo xolasa xalqimiz sizni duo qilib turibdi. Mana shu yerdan xudo xolasa bugun erta chiqsangiz, yana chiroyli video kontentlar siz bilan qilamiz. Rahmat hammalaringdan, duolarda qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammalaringga rahmat. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Xullas, hozir gaplashdim. Bugun shanba javob berishi mumkin ekan. Lekin dushanba kuni jigaridagi bir tomirga qanaqadir stent qo'yamiz deyishyapti. Uni ham hozir gaplashamiz. Bo'lsa dushanba kuni boshqa klinikaga borishimiz mumkin ekan. Qo'llab turinglar, mana shu Fortis shifoxonasidamiz hozir. Mana Hindistonda Fortis shifoxonasida.